Kechirasiz. Kechirasiz. Otimni sug'orib olsam. Maylimi? Bemalol, quduq anavi tarafda. Ana u. Ushlanglar. Nari tursangchi. O'zing qoch, bo'lmasa tug'ilganingga ham pushaymon bo'lasan. Sen bo'sh yaralashma. Anqaymasdan uni ushlanglar. Qayoqqa ketyapsan? Qochinglar, unga tegmanglar. Beraman, to'xta. Hali bu qilgan gunohing uchun Tangri jazolaydi. Covington Cross. Prodyuser Joel Sarnau. Ssenariy muallifi Denis Leoni. Rejissyor Francis Megahi. Bastakor Karl Davis. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Ra'no Yarasheva, Zuhra Ashurova, G'aybulla Hojiyev, Hojakbar Komilov, Elyor Nosirov, Farziddin Fayozov va boshqalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, muharrirlar Munira Asadullayeva, Burxon Umarov, tarjimon Nilufar Alixonova. 7-qism. Kechirasan. Aslida sen kechir. Meni deb o'ldirib qo'yishlariga sal qoldi. Qo'ysangchi. Meni baloyam urmaydi. Ularga nima yomonlik qilding? Ular menga tuhmat qilishdi. Eshitmagan gapim, tortmagan azobim qolmadi. Qishlog'imdan bosh olib ketyapman. Qayerga borasan? Boshqa qishloqqa. Kech kirib qoldi, jo'nash kerak. Men shoshilmayapman. Seni bu ahvolda tashlab keta olmayman. Shuncha yordam berding. Qo'ysangchi. Qishloq ancha olisda. Yo'q, men o'zim. Rahmat. O'zing bilasan. Hey, isming nima? Rachel. Ko'rishguncha, Rachel.
Milord. Milord. Ha, nima gap? Milord. Tegma, turaversin. Bir nima demoqchimisan? Ha, men haligi bilasizmi? Ser Thomas. Men haligi Xo'sh. men haligi bilasizmi, Ser Thomas? Xo'sh. Men Covington Crossdan ketmoqchiman. Ketmoqchiman? Nega? Nima sababdan? Haligi Ser Thomas, Xo'sh. ma'lumki, Cedric darslarga qatnashmay qo'ydi. Shu sabab bu yerda o'zimni ortiqcha his qilyapman. Nimalar deyapsan? Qo'ysang-chi bunaqa bema'ni gaplarni. Sen bizga juda keraksan. O'ylab topgan gapingni qara-yu, qo'y. Menimcha shunisi ma'qulroq. Yana o'ylab ko'r. Qarorim qat'iy. Yana bir o'ylab ko'r, balki fikringdan qaytarsan. Dargumon, milord. Mayli, bir o'ylab ko'ray. Xavotirlanavermang. Ammo juda kech qoldi. Richard jonini qadriga yetadi. Momaqaldiroqdan qochgan bo'lsa kerak. Yomg'ir tinadiganga o'xshamaydi. Bugun shu yerda qolaman. Richard nega buncha kech qolib ketdi ekan? Hammasi joyidami? Bir navi. Aytishlaricha daryoning suvi juda tez ko'tarilayotganmish. Agar suv to'g'onni o'pirib ketsa, unda nima qilamiz? Obbo, endi shu yetmay turuvdi. Richard tinchlikmi? Uni yo'lda uchratdim. Odamlar uni o'ldirishmoqchi ekan. Nima uchun? Bilmadim. Uni yotqizish kerak. Yuqoridagi xonaga. Unga ko'ylak olib kel. Cedric ovqat olib kel. Tangrim, o'zing kechir. Oshpaz, tezda issiq sho'rva olib bor. Ha, sir. Hozir xo'p bo'ladi, milord. Albatta, milord. Jonim bilan, milord. Chin ursin. Yarim kechada ham tinchlik yo'q.
Sen yalangoyoqni deb uyqudan qoldim. Mana issiq bo'lmasa ham sho'rva olib keldim. Bemalol tiqilib o'lguningcha tortinmay ichaver. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi o'zi? Ha? Hech narsa. Men sho'rvani to'kib yubordim. Hozir yana olib kelaman. Qo'rqib ketyapman. Ey Tangrim, shayton vasvasalaridan, balo qazolardan o'zing asra. Yangi temirchi qalay? Qanaqa temirchi? O'zingni go'llikka solmay qo'ya qol. Kecha gaplashayotganingni ko'rdim-ku. Sen pismig'am yurganing bilan balo ekansan-u. U baqaloq menga hech ham yoqmaydi. Uni ko'rgani ko'zim yo'q. Balki bizni tanishtirib qo'yarsan. Yo'q, tanishtirmayman. Voy nega? Ha, men qilganda ham erkakda uni qizg'anyapsan. Bu yerga olib kelinglar. U bechorani oilasi ham, do'stlari ham yo'q edi. Ha, hech kimi yo'q edi. Mijg'ov va keksa qiluvchi odam edi. Ha, Menimcha bularning hammasi hayotning og'irligidan. Ona xizmatlarini nazarda tutib, orqasidan ikki og'iz yaxshi so'z bilan dafn etaylik. Masalan, u yomon oshpaz emas edi. Ha,
Ha, endi bunaqa yaxshi oshpaz topolmasak kerak. Bularni yeyishga ko'zing ham qiymaydi. Rostdan ham. Sen tayyorladingmi? Noxush xabarni eshitib yordam bermoqchi bo'ldim. Rahmat, Rachel. Xo'sh, men kimman? Topchi? Qirol Edvard, Yo'q, Rim papasi, yo'q. Angliyaning eng mard va chiroyli yigiti. Ko'rib qoldingmi? Qara, Naqadar ajoyib. ammo sen bundan ham go'zalsan. Rachel, biznikida qol. Meni yaxshi tanimaysan-ku. Sen yaxshi ovqat pishirasan, bizga esa oshpaz kerak. Qo'ysangchi. O'zingni qidan nima qilasan? Odamlar hamma narsani murakkablashtirishadi. Bu ularga osonroq ko'rinadi. Bu nima? Tumor baxt keltiradi. Bu senga. Har ko'rganimda seni yodga olaman deb va'da ber. O'zi kecha ketishim kerak edi. Ey Tangrim, osiy bandangni o'zing kechir. Bizga rahm shafqat qil. O'zing mehribonsan. Senga yolvoraman. Gunohimizni afu et. O'zing kechir. Yordam! Yordam beringlar! Yordam! Roqib, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bilmadim. Hech nima qilmadimi? Yo'q. Yo'q. Lekin qasrda nimadir bo'lyapti. Totib ko'rasizmi? Hidi chakki emas. Yaxshi. Lekin mazasi g'alatiroq. Har xil ko'katlar qo'shdim. Nimaligini bilmayapman. Yaylov o'ti, it shumurt, mehri giyoh. Qoshiqni baland ko'tarmay falokat keltiradi. Ha, shunaqa deyishadi. Kech bo'ldi, uyga qaytamiz.
Kepoyga o'ynaymiz. Olg'a. Faqat sen g'irromlik qilma. Bu nima? Menimcha bu echkining kallasi. Tezroq ketaylik. Ser Tomasga abbat muhim ish bilan keldi. Hurmatli baron, nima maqsadda kelganingizni bayon etmoqingiz lozim. Muqaddas cherkov ishi bilan. Eshitishimcha bu yerga bir qiz kelibdi. Ha. Uni menga hoziroq bering. Nega? Uni nima aybi bor? U gunohkor. Nima? U jodugar. Jodugar? Guvohlaringiz bormi? Uni shayton bilan aloqasi borligini butun qishloq biladi. Qasrda baxtsizlik ro'y berdimi? Men Javob ber. U kelgandan keyin nima bo'ldi? oshpaz o'ldi. Tasodifan. Hech qanday tasodif emas. Uni menga bering. Uni nima qilasizlar? Buni cherkov hal qiladi. Unga qanday jazo berishlaringni bilishim kerak. Shart emas. Uni bering. Iltimos qilyapsizmi? Nima? Bu iltimos emas. Bu cherkovning, sizning cherkovingizni talabi. Albatta. Bu juda qattiq masala, xato qilmaslik lozim. O'ylab ko'rishim kerak. Cherkov qarori qat'iy. Kimki bunga qarshilik ko'rsatsa, qattiq jazolanadi. Ser Tomas, sizga yaxshi bir maslahat beraymi? Ko'p o'ylab o'tirmay qizni bera qoling. Yana abbatni xafa qilib qo'ymang. Ha, aka. Rachel haqida gapirib ber. Nimani? Uni qayerda uchratding? Qishloqda uchratdim. Qanday ahvolda? Uni kaltaklashayotgan ekanlar. Ko'rib juda rahmim keldi. Nega so'rab qolding? Uni jodugarlikda ayblashmoqda. Nima? Kim? Abbat. Hozir John Mallens bilan otamning oldidan chiqib ketdi. Jodugarlarga hozir kim ham ishonardi? Cherkov. Bilasanmi, men muqaddas yerlarda ham jodugarlik haqida eshitganman. Menimcha bularni bolalarini qo'rqitish uchun ataylab o'ylab topishsa kerak. U bilan oshxonada gaplashganimda ovqatga ichshumur, yaylov o'ti, mehri giyoh qo'shishini tan oldi.
Xo'sh, nima bo'ldi? U ko'katlar qadimdan jodugarlik o'tlari sanaladi. Kampirlarni cho'pchagi. Oshpaz o'lmasidan oldin uni xonasidan qandaydir qo'rqinchli narsani ko'rganday qochib chiqqan edi. Tushunsang axir. U o'zini soyasidan qo'rqqan. Cedric bilan Eleanor o'rmonda echkini bosh suyagini ko'rishibdi. Aytishlaricha uni jinlar o'yini marosimida ishlatishar ekan. Rachel esa o'rmonga ko'kat terishga Aka, boradi. sen shunga ishonasanmi? Nimaga ishonishni ham bilmay qoldim. Miyang aynab qopti shekilli. Bu yerda sirli voqealar sodir bo'layapti. Bu shunchaki tasodif. Ammo oxirgi paytda tasodiflar ko'payib ketdi. Dono Armus. Mehribon Armus. Nodonlik va xurofatga berilganliging miyangni aynitib qo'yibdi. Seni esa muhabbat ko'zingni ko'rqitdi. Bilmay turib meni ayblayapsan. Ayblayotganim yo'q, so'rayapman xolos. Ba'zida so'roq hukm alomatiga o'xshab ketadi. Nega aytmading? Baribir ishonmasding. Qayerdan bilasan? Hozir ham ishonmayapsan. Men har doim baxtsizlik keltiradi deb ayblashadi. Meni hech kim sevmaydi. Qo'y bor. Bu yerda qola olmayman. Yur, qaytamiz. Sen oilangdagilar ham hammaga o'xshab mendan qo'rqishyapti. Meni haydashyapti. Bunga ruxsat bermayman. Ularga ham boshqalarga ham quloq solmayman. Sensiz yashay olmayman. Ey Tangrim, biz gunohkor bandalaringni o'zing kechir. Bizga rahim qil, gunohlarimizni kechir. Bizga rahim, shafqat qil. Armus nima derkin? Men unga hisobot berishga majbur emasman. U meni yaxshi ko'rmaydi. Zarari yo'q. Bu yaxshi emas. Akam yomon odam emas. Faqat sal xurofatga berilgan. Qolaversa qasrning xo'jayini u emas, otam. Bilmadim. Shu yerda qolishingni ularga albatta aytaman. Bu sen o'ylagandek oson emas. Otam aqlli odam. Mana ko'rasan, u bizni tushunadi. Kel ovqatlanamiz. Men ochiqdim. Bilasanmi bu nima? Men bema'ni narsalarga ishonmayman. Yaqinda to'y bo'ladi. Kim biladi deysan? Richard, unisini olma. Nimaga? Uni ichi bo'sh. Nima? Puch tuxum. Uni uyga olib kirish yomonlikka, sindirish esa. Qo'ysang-chi. Inson tuproqdan yaratilar ekan, shu sabab yana tuproqqa qaytadi. Jasad tuproqqa aylanganidek, har narsa o'z asliga qaytmog'i darkor. Oxiratda tirilish va boqiy yashash umidi bilan uni tuproqqa topshiraylik. Tangrim, uni gunohini o'zing afv et. Joyini jannatdan qil. Seni o'zing irimchi bo'lganingdan keyin boshqalardan nimani ham kutish mumkin? Rachel, sen menga keraksan, azizam. Tushunsang-chi.
Endi qayerga? Abbatnikiga. Nega unikiga? U yaxshi odam. Kechirasiz-ku, o'g'ir ahmoq. Ha. U meni ko'zlarim uchun yomon ko'radi. Ko'zlarim uchun? Nima, sen g'ilayligimni payqamaganmisan? Yo'q, payqamaganman. Go'yoki shaytonni tamg'asi bosilganmish. Lekin siz rohibsiz. Ha, men rohibman. Ammo u menga hech qachon yaxshilikni ravo ko'rmaydi. Armus. Uni arabaga yotqizaylik. Bittasi o'ldi, ikkinchisi ham tayyor. Shuni ayting. Qizimgul, sarimsoq va amalla qorishmasi yordam berishi kerak. Yordam bermasa-chi? Eshitdingmi? Nimani? Armus og'ir betob. Meni xonamga bor. Unga nima bo'ldi? Bilmadim. Qutqarib qolsa bo'ladimi? Harakat qilamiz. U balo olib keladi deb aytmadimmi? Ammo buyuk ser Tomas o'zini muqaddas cherkovdan ham ulug'roq deb biladi. U juda beozor. Shayton malagi. Yovuz gunohkor. Uni jodugar ekanligiga ishonmayman. U chapaqay. Chap qo'lni. Shayton qo'li dedilar. Hali turmushga chiqmay, yakka o'zi har yerda sang'ib yuradi. Uning qadami yetgan qishloqlarda yong'inlar, suv toshqinlari sodir bo'ladi. Qurg'oqchilik va hasharotlar ekinlarni poymol qiladi, u bilan gaplashganlar halok bo'ladi. O'lim uning hamrohi. Yana dalillar kerakmi? Milord, Armusning ahvoli og'irlashdi. O'g'ling uchun ibodat qil, Ritser. Uni bermasang, o'g'ling o'ladi. Senga tegishmaydi. Nimagadir Armusni tobi qochdi. Qasam ichib aytamanki, aybdor emasman. Bekorga qaytgan ekanman. Sen bilan birga boraman. Bir o'zing qarindosh urug'laringga qarshi-ya. Menga ishon. Richard, qani Uni bermayman. Armus betob. Uni bunga aloqasi yo'q. Men tavakkal qila olmayman, Richard. Richard, qayt. Richard, quloq sol.
yaramas jodugarni bizga ber. Nimani kutyapsizlar? Qani? Ketinglar. Seni shayton yo'ldan uribdi. Tangri xohishiga qarshi chiqyapsan. Kim tomondasan, rohib? Bizni kulfat bosmoqda. Tangridan gunohlarimizni kechirishni va bizni qutqarishni so'ra. Takrorla. Bizni kulfat bosmoqda. Bizni kulfat bosmoqda. Gunohlarimizni kechir. Gunohlarimizni kechir. Bizni qutqar. Bizni qutqar. Bizni kulfat bosmoqda. Gunohlarimizni kechir. Avliyoda! Bizni qutqar. Avliyoda, qutqaring! Bizni kulfat bosmoqda. Ahvoli qalay? Bizni kulfat bosmoqda. Tangrim, gunohlarimizni kechir. Bizni qutqar. Bizni kulfat bosmoqda. Gunohlarimizni kechir. Bizni qutqar. Bizni qutqar. Bizni qutqar. Uni qayoqqa olib ketishdi? Sizdan so'rayapman. Menga qara, o'g'lim. Axir jodugar emas. Gapingga ishonmayman. Uni o'ldirishsa-chi? Agar u jodugar bo'lsa, Armus o'ladi. Nahot o'z akangga rahming kelmasa, Richard. Nima? Lekin menga otam irim-sirimlarga emas, ezgulik va idrokka ishonishni, har doim zaiflarni himoya qilishni, insonlarni tashqi ko'rinishlariga qarab emas, balki ichki dunyosiga qarab baho berishni va har qanday sharoitda ham haqiqatni himoya qilishni o'rgatgan edilar. Sizlar qayoqqa? Bir o'zing eplay olmaysan. Bu jodugarni gulxonda yoqish kerak. Biz osiy bandalaringni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lgan shaytonning vasvasasidan o'zing asra, Tangrim. Yo'q, yo'q, yo'q. Bizni kulfat bosmoqda. Gunohlarimizni kechir. Bizni qutqar. Bizni kulfat bosmoqda. Gunohlarimizni kechir. Bizni qutqar. Bizni kulfat bosmoqda. Gunohlarimizni kechir. Bizni qutqar. Yovuzlar bilan gunohkorlarni Tangrining o'zi jazolagay. Shayton vasvasasi-yu jabr zulmidan bizni o'zing asra. Tangrim, gunohimizni kechir. Yoqinglar. Yondirsang qoling ketadi. Sen yana adashyapsan. Tangrining qasosi olinmog'i shart. To'xtanglar! Buni o'ldirgan bilan oshpastirilib, o'g'lim tuzalib qolmaydi. Bu tirik ekan, falokat yuz beraveradi. Falokatlar u kelmasdan oldin ham bo'lgan. Bundan keyin ham bo'laveradi.
Agar u jodugar bo'lsa, eng ko'p zararni men ko'raman. Ishoninglar, u jodugar emas. Jodugar emas. Muqaddas cherkov uni aybdor deb topdi. Bunga kim qarshi chiqishi mumkin? Men Rohib, u jodugar emas. sendan shayton malay deb shubhalangandim. Endi hammasi ravshan. Butun umr qo'rqib yashadim. Endi qo'rqmayman. Tangri insonni yaratdi. Bunaqa badbasharani faqat shayton yaratishi mumkin. Uni ko'ziga qaranglar. Abbat, o'zingizni cherkov bilan adashtirmang. Bu ayol ustidan cherkov emas, siz hukm chiqardingiz va bu bilan jinlarni xursand qilib, Injildagi yozuvlarni o'zgartirdingiz. Rohib, sen meni ayblamoqchimisan? Siz aytganday g'ilay rohibdirman. Lekin Tangrining amriga xilof ish qilayotganingizni yaqqol ko'rib turibman. Unga quloq solmanglar. Unga qo'shib meni ham yoqinglar. Nari tur. Qochinglar. Qani yondir. Tangrining amrini cherkov xodimi buzayotganligini hamma ko'rib qo'ysin. Qoch. Bo'lmasa dindan chiqdi deb e'lon qilaman. Senga cherkovda o'rin yo'q. Qo'rqitmay qo'ya qoling. Meni o'z o'rnim bor. Yoqinglar! Shunday fursat boy berildi. Hammasi joyida. Hali borga o'xshaydi. Nima bo'ldi? Ketma. Yo'q. Biz bilan qol. Sen bilan tanishish hayotimdagi eng baxtli voqea edi. Siz shuni ham ko'p ko'rishdi. O'tmishingni unut. Men-ku unutaman, dehqonlarchi. Hamma narsani boshqatdan boshlashga to'g'ri keladi. Men ham sen bilan birga ketaman. Azizim Richard. Kavindon seni uying. Yo'q, sen bilan ketaman. Yo'q. Shu yerda qolasan. Seni unutmayman. Men ham. Alvido, Richard.
Rachel, Kechirasiz. yettinchi qism tugadi.